Shunaqa qilib Adamstonga necha yil yurganlar? Bir yil cho'q. Oyim rahmatli olib bermayman deganlar sizni. O'ris qo'shilib bermayman degan. Keyin kelib bo'lib tushganingizda nima deyishgansiz mahalladagilar? Ha? Maqtashgan. Nima deb maqtashgan? Aytib berardingiz, ayting. Qachon o'risga o'xshamaydi gaplari o'zbekcha. Chochingiz qayerdan edi? Tubandan. Bir rasmingizni topib qo'yaman o'sha rasmingizni. Buningizni qarang, manikidan ham chiroyli. Qarab qo'yishingizni qarang. Qaysi biri sizni qo'yingiz, bumi? Kelaman. Chaqalochani, meni chaqalochani. Keling qo'llaringizga krem surib qo'yaman, onam. Qo'llaringizni qarang, chaqaloqni qo'liga o'xshaydi. Voy, bu qo'lim nima ishlarni qilmagan. Nechta ishxonalarda ishlamaganman. Sizlarni uchalaringlarni boqaman deb qatlarda ishlamaganman. Zavodda necha yil ishlagansiz? Stanok, stanokdan keyin zavoddan chiqib, Fabrikada 20 yil. zavoddan chiqib ishdan keyin ikkita joy guberkaga borardik-a. Sanab ketardim. Bu boshqalik qilardik. Qo'llaringizdan boqqan qo'llaringiz bilan qarang. Meni qo'limni qarang, siznikini qarang. Siz yaxshi bo'lganinglar uchun shu qo'llarimni ham yaraqlab turibdi. Adam shu siz oppoq qo'llaringizni ko'rib yaxshi ko'rib qolganlar-da. Oppoq qilib bo'lgansiz. Ba'zan onamga qarab, haqqini qanday ado qilaman deb o'ylayman. Hayotimda qaytara olmaydigan yagona narsa uning menga bo'lgan muhabbati. Oyoqlariga dunyoni bersam-da, haqqini qaytara olmayman.